Assalomu alaykum hammaga. Bu bizada ikkinchi solo podkast va bugungi podkastimiz motivatsiya versus intizom. Agar siz motivatsiyaga ishonib qolayotgan bo'lsangiz, siz noto'g'ri narsaga ishondingiz va siz maqsadingizga katta ehtimol bilan 90% ehtimol bilan erisha olmaysiz. Motivatsiya sizni hech qachon qutqarmaydi. Xo'p, motivatsiya o'zi nima? Intizom o'zi nima? Qaysi biri bizga kerak? Qayerdan keladi? Miyamizga bu fikr qayerdan keladi? Motivatsiya o'zi qana, u nima u? Qayerdan kelib chiqqan? Nimaga biz uni motivatsiya deymiz? Intizomga nimaga intizom deymiz? Bizning irodamiz, nafsimiz qanaqa ishlaydi va biza maqsadlarimizga qanaqa erishamiz? Va bu uchun harakatga keltiradigan neyronlarimiz, miyamizdagi ong va fikrlarimiz qanaqa bizni harakatga undaydi. Hammasini mana shu podkastda gaplashib o'tamiz. Boshdan aytmoqchiman, iroda va bizani harakatga undovchi neyronlarimiz va miyamizni ongi ostidagi harakatlantiruvchi neyronlarni haqida o'rgangan kichkina bir ma'lumotim bor va bu hamma ma'lumotlar shu kitobdan olingan. Ya'ni iroda, bizani harakatga undovchi neyronlarimiz qanaqa ishlashini hammasi mana shu kitobdan olingan. Albatta hammasi emas, chunki hammasini hali o'qishga ulgurmadim. Mana shugacha. Taxminan yarmiga kelib qoldim va ba'zi bir ma'lumotlarni shu yerdan oldim. Nimaga buni aytib olmasligi? Sababi men xohlamayman, что sizlar o'ylaysizlar, bu qiz o'zidan просто gapiradi, o'zicha hech nimani bilmaydi, shunaqa narsa meylida bo'lmasin. Men har doim nimadirgadir asoslanib gapiraman. Liba hayotiy experience, hayotiy tajriba, hayotda ko'rganlarim, hayotda ko'rgan odamlarim yoki o'zimning tajribamdan yoki kitoblardan ba'zi bir joylarni olaman. Shundan kelgan xulosalarga asoslangan holda shu podkastlarni va umuman men ijtimoiy tarmoqda nimani gapirayotgan bo'lsam, hammasi asoslangan nimadirgadir. O'zimdan o'zim gapirmayman. Xo'p. Motivatsiya. Agarda siz motivatsiyaga ishonib, motivatsiyam bor, mana motivatsiyam uchun, mana shu uchun ishlayapman deb harakatlanayotgan bo'lsangiz, maqsadingiz sari yurayotgan bo'lsangiz, shuni bilingki, motivatsiya sizni hech qachon qutqarmaydi. Ha. Ko'pchilik o'ylaydi, motivatsiya kelganda ishlayman, motivatsiya bo'lsa ishlayman, zo'r bo'lib ketaman, keyin shu motivatsiya kelganda shunda ko'pchilik men gaplashganman, o'zim tengi yoki mendan sal kattalar ham даже nima o'zi motivatsiyasiz, qanaqa misol uchun shu o'qish uchun, misol uchun nimadir o'qish uchun yoki ishlashingiz uchun qayerdan mana shu ichingizdan kelyapti? Nimaga shuni xohlayapsiz deganimda, motivatsiya конечно. Hop, nima u motivatsiya? Tasavvur qilaman, kelajagimni, zo'r narsalarni tasavvur qilganimda o'zimdan ichimdan kuch tug'iladi. Keyin ishlayman o'sha payti deydi va bilasizlarmi nima? Mana shu o'sha payti degani yo bir kun, yo 2 kun, uzoq borsa bir hafta bo'ladi va u davomiy bo'lmaydi. Va keyin nima bo'ladi? Albatta natijaga erishmaydi, chunki motivatsiyani o'zi yetarli emas. Men motivatsiyani bitta narsa deya olaman, motivatsiya bizani nimadir boshlashga undashi mumkin, lekin tugatish emas. Tugatishni intizom qiladi. Ya'ni tugatish degani men pozitiv ma'noda aytyapman, yaxshi tugatish. O'sha nimadirgadir erishish, maqsadingizga erishish. O'sha maqsadingizni yo'lini boshlash uchun balki motivatsiya sizga yordam beradi, lekin faqat boshlash uchun, uni davom ettirish, u oxirgi tochkasiga borish uchun sizga kerak bo'ladigan narsa intizom. Agar sizda intizom bo'lmasa, motivatsiyani o'zi sizga yetmaydi. Men keyin o'sha odamlarga aytaman, u bo'lishi mumkin o'quvchilarim, o'rtoqlarim. Xo'p, bugun mana misol uchun shuni tasavvur qildingiz, kelajagingizni, o'shaning uchun mana o'qiyapsiz, o'shaning uchun ishlayapsiz, motivatsiya zo'r, kuch bor ichingizdan, ichki kuch bor. Lekin ertagachi? Bugun ilhom bor, bugun motivatsiya bor, lekin ertagachi? Ertaga bu bo'lmasa, siz yana davom eta olasizmi? Shu narsaga o'zingiz chin dildan ishonasizmi? Menda darj ilhom bo'lmasa ham, darj motivatsiya bo'lmasa ham, men ishlay olaman degan narsa bormi desam, ko'pchilikning javobi yo'q bo'ladi yoki jim bo'lib qolishadi.
Agar siz ham hozirgi aytib bergan odamlarimdagi o'sha 1-2 kunlik ilhomga, 1-2 kunlik motivatsiyaga aldanib, o'sha kuni 10-12 soatlab qaysidir maqsadga erishishim, mana shuga erishaman deb harakat qilib, keyin deb tashlavorsangiz, конечно, oxiriga bormaydi bu. Hech qachon oxiriga bormaydi. Bitta narsa, motivatsiya bu hissiyot. Bizda bor har xil hissiyotlar. Anxious, anxiety bor, hayajonlanish, xafa bo'lish hissiyoti bor, xursand bo'lish hissiyoti bor, jahl chiqish hissiyoti bor, har xil hissiyotlar bor. Motivatsiya ham xuddi shularga o'xshagan bitta hissiyot. Va hissiyotlarga bilsanglar, keladi ketadi. Misol uchun tez jahli chiqadigan odamlarga biz nima deymiz? Lov etib yonib, puf etib o'chadi deymiz, to'g'rimi? Bu degani tez jahli chiqib ketadi, keyin yana tushadi, jahlidan tushadi. Bu ham motivatsiya ham bitta hissiyotdek gap. Siz o'sha hissiyotga bitta berilasiz, bitta cho'qqiga chiqadi, keyin tushib ketadi ma'lum bir vaqtdan keyin. Demak, nima ekan? Motivatsiya bu ham bitta hissiyot. Lekin hayot esa bu boshqa narsa. Hayot davom etaveradi, hayot o'zgaradi. Siz har doim ham sizga o'sha hissiyotni, motivatsiya hissiyotini beradigan environmentda, atrof muhitingiz, положениеңiz unaqa bo'lishi mumkin emas har doim ham. Hayot o'zgaradi, o'zgaruvchan. Lekin motivatsiya bu hissiyotingiz, shu hissiyotingiz bugun kuchli bo'ladi, o'sha ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir environmentda kuchli bo'ladi. Ertaga unaqa environment bo'lmay qolsa yoki unaqa kayfiyatda bo'lmasangiz, siz u so'lib boradi. Shuning uchun kayfiyati bo'lsa ham, bo'lmasa ham harakat qilaveradigan odamlarni biz bu odamlarni motivatsiyali emas, intizomli odamlar deymiz. Ya'ni bizani ikkinchi temamiz. Intizom bu qaror. Motivatsiya bu bizga beriladi. Bu bizning qarorimiz emas. Bu bizga beriladi. Bizga shu ideya beriladi, shu narsa nasib qiladi. Lekin intizom bu biz tomonidan bo'ladigan narsa. Tushundinglar? Bizga motivatsiya beriladi, miyamizga shu narsa ideya beriladi, qanaqadir nimadir boshlash yoki boshqa. Intizomli bo'lish bu endi o'zi bizning qarorimiz. Kayfiyatingiz bo'lsa, bo'lmasa, natijalaringiz sizni qoniqtirayotgan bo'lsa ham, bo'lmasa ham, bir xillarda o'ylaydi odam, bu qilayotgan ishim, mana shu narsaga nimadir misol uchun maqsad qo'ydi, shu maqsadi bo'yicha, yo'li bo'yicha yurib boradi va o'rtasiga kelganda o'zi bu narsa ishlaydimi, ishlamaydimi, bu narsa uchun shuncha harakat qilib keldim, hech qanaqa natija bo'lmadi va bu yoqqa ketganimda, mana shu yerga kelgandan keyin men bekorga vaqtimni sarflagan bo'lmaymanmi, natija beradimi deb shubhalar bo'ladi, charchash bo'ladi. Natija ko'rmagandan keyin, конечно, odam qilgisi kelmaydi, rostdan ham qilgisi kelmaydi odam. Misol uchun siz tasavvur qiling, 6 oydan beri bitta joyga просто tekinga ishlab berasiz. Bo'lmaydi. Tekin emas, mayli, допустим, arzon narxda, arzon oylikka ishlab boryapsiz. To'g'ri, odam harakat qilish kerak katta-katta narsalarga, lekin balkim o'sha yoqqa borgandan keyin, natijali joyga borgandan keyin balkim promotion bo'lib, lavozim oshirilar. Balkim unga shu yo'li, shu bosib yotgan yo'li unga xayrli bo'lib, unga opit sifatida balkim unga boshqa eshiklarni ochar. Yokida blog yuritish deylik. Ko'p eshitgan bo'lishingiz kerak blogerlardan. Boshida rosa qiynalganman, boshidagi 1-2 yil juda qiyin bo'lgan, itam ko'rmagan, itam komment yozmagan, prosmotrlarim rosa o'ynirdi, unaqa degan ko'p gaplarni eshitgan bo'lishingiz kerak blogerlardan. Mana shu ham bitta misol. Ular ko'pchilik harakat qilib ko'radi bloger bo'lishga. Ular faqat keladi-da, mashqqa kelganda bir unaqa bo'ladi, bir bunaqa bo'ladi. Menimcha bu narsa menga emas. Menga vasha buni nimasi bo'lyapti, foydasi bo'lmayapti-ku deb shu yerda ketdi, tashlab yuboradi. Mana bu yoqqacha borganlar esa hozirgi natijaga erishgan insonlar. Bu narsadan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, faqatgina intizomi bor odam natijaga erisha oladi. Har qanaqa sferada. U ish bo'lsin, o'qish bo'lsin, blog bo'lsin, любой narsada. Intizomingiz bormi? Umid qiling, mana shu tochkagacha sabr qiling va hech qachon to'xtamang, siz albatta natijaga erishasiz. Agarda rostdan o'zgarmoqchi bo'lsangiz, rostdan maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni majbur qiling. Bu narsa, bu yo'l hech qachon oson bo'lmagan,
bo'lmaydi ham. Agarda ko'rgan bo'lsanglar, ko'p muvaffaqiyatga erishgan odamlar, ular mana ko'p kompaniyalar, Coca-Cola kompaniyasi yoki bor-ku, yana ko'p eshitgan bo'lishinglar kerak, har xil kompaniyalar. Qaysidir multiklarni ko'rganman, nima Garri Potter nechadir marta отказ bo'lgan, oxiri zo'r natijaga erishgan. Yana ko'p kompaniyalar judayam ko'p fail bo'lgan. Hozir men 100% hammasi esimda yo'q, просто menimcha ko'pchilik biladi bu yerda. Bitta misol yozib ketinglar xohlasanglar kommentga bilganinglarni. Qaysidir kompaniya yoki qaysidir loyiha necha marta отказ bo'ladi va oxirida baribir natijaga erishadi. Ya'ni nima demoqchiman? Intizom bormi? Umid qiling, sizda ham natija bo'ladi albatta. Endi intizom o'zi nima? Bu faqat har kuni bitta ishni qaytarishmi? Yo'q. Bu o'zingizni majbur qilish. Ana o'sha boshida aytganimdek, sizda motivatsiya uyg'otadigan, ichingizdagi butterfly kapalaklarni uyg'otadigan environment yoki qanaqadir положение bo'lganda siz kuchga to'lasiz-ku. Ana shunaqa vaziyat bo'lmasa ham siz kasalmisiz? Siz qo'pol qilib aytganda o'lyapsizmi? O'ladigan darajada kasalmisiz yoki charchadingizmi juda ham? Motivatsiya umuman yo'qmi? Dunyo ko'zingizga qorong'u ko'rib ketayotgan paytda ham har qanaqa vaziyatda o'sha maqsadingiz sari qadam qo'yishingiz hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham har kuni mana shu narsa intizom. Siz qachonki nimadir qilishni xohlamaysiz, lekin qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishingiz mana shu intizom. Va shu joyda men o'zimni bitta kichkinagina subyektiv fikrim bor. Ko'pchilik bilan bu to'g'risida ko'p tortishganman va men hozir shu joyda aytmoqchiman, iltimos, men bilan tortishmanglar bu mavzuda. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim va sizni agar fikringiz meniki bilan to'g'ri kelmasa, it's okay. Xo'p, sizniki boshqa, siz boshqa odamsiz, men boshqa odamman. Просто men o'zim fikrimni bildirmoqchiman shu yerda. Men motivatsiyaga ishonmayman. Hozir to'g'ri gapirdim, motivatsiya unaqa deb, men ko'pchilikdan eshitganimni gapiryapman. To'g'ri, menda ham bir shunaqa vaziyat bo'ladi. Motivatsiya keladi, juda ham jo'shqinlanib, nimadir ishimni qilib ketaman, kuchim ko'p tuyuladi o'sha payti. Lekin в целом men motivatsiyaga ishonmayman. Men undan ko'ra intizomga ishonaman. Chunki men motivatsiya bilan nimadir ish boshlaganimda oldinlari hech qaysisi o'xshamagan. Hammasida fail bo'lganman. Va men o'sha joyning o'zida fail bo'lib ketganman. Menda intizom bo'lmagan, menda kuch bo'lmagan yana davom etishga. Va lekin intizom bilan nimadir qilsam, menda o'sha natija bo'lishni boshlayapti, Xudoga shukr. Shuning uchun men motivatsiyaga hech qachon ishonmayman endi. Motivatsiya yo'q narsa. Biz buni qanaqadir yaratib olganmiz. O'sha aytganimdek, bu hissiyot. Oddiy bitta hissiyot. Nimadir qilishga siz kuch topasiz, faqat bu kichkina bo'ladi. Kichkina vaqtdagi qanaqadir hissiyot bo'ladi. Nimadir qilishga o'zingiz kuch topasiz, все o'tib ketadi. Yana bitta narsa. Omad degan narsa bor. Menga juda ham qiziq. Mana bu joyda qiziq. Endi kommentariyada yozsanglar bo'ladi o'zingizlarning fikringizni. Omad degan narsa bor, bilasizlarmi? Ko'pchilik aytadi, omadi kelgan, omad, bu. Men omadga ham ishonmayman. Bilmayman. Balki aytarsizlar, lotereya qayerdan o'ynadi deb. Lotereya. Men eshitganman, lotereyani ko'p matematiklar hisob-kitob orqali yutgan. Bu hech qanaqa faktlarga asoslangan emas, конечно, men quloqlardan eshitganman, o'sha sferada yurgan odamlardan. Men so'raganman, lotereyada men hech qachon yutmaganman, qanaqadir masalan konkurslar bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lsa, nimaga yutmaydi? Qancha harakat qilgan, qancha o'ynagan odamlar deganda, menga aytishgan, matematik odam aytgan. Matematiklar, o'sha matematika bo'yicha olimlar bu narsani hisob-kitob qilib yutgan. Agarda sizlarga savol, omad bo'yicha bo'lsa, lotereya o'yinlari yoki shunga o'xshagan narsalar. Menga o'sha odam aytganki, bitta lotereya o'yinida bitta matematik 13 marta ketma-ket yutgan. Podryad. Ketma-ket yutgan. Bu qanaqasiga bo'lishi mumkin? Bu
hech qanaqa aqlga sig'maydi-ku. Xo'p, mayli, omaddir deymiz, xo'p, 13 marta mayli, omad berilgandir u odamga, lekin imенно nimaga matematik? Shu savol meni juda ham qiziqtirgan va o'sha joyda men o'sha joyda emas, o'sha joyda sekin boshlangan bu narsa menda, lekin hozirgacha har xil narsalarni ko'rib kelganim uchun men o'sha omadga ishonmayman. Va sizlarga savol, sizlar omadga ishonasizlarmi? Shuni endi yozib olinglar kommentga. No, sizlarning fikringiz конечно meni fikrimni o'zgartirmaydi, no просто menga qiziq sizlarning fikringizni o'qish. Va motivatsiyani o'rniga intizomga ishonaman dedim. Omadni o'rniga bo'lsa harakatga ishonaman. Ya'ni motivatsiya yo'q, intizom bor. Omad yo'q, harakat bor. Harakat bu real natija beradigan narsa. Men hech qachon ko'rmaganman harakat qilmagan odam qanaqadir natijaga erishganini yoki nabarot harakat qilgan odam oxirida bir bo'mish bo'lib qolganini men ko'rmaganman. Endi irodamiz haqida ozgina kichkina narsa gapirib o'tmoqchiman. Biz gaplashib o'tdik motivatsiya haqida. Va endi motivatsiya natija, ya'ni o'sha intizomdan keyin keladigan natija, mana bu motivatsiyamiz bo'lsa, ya'ni ishni boshlashimiz, bu natijasi, oxiri, finishi bo'lsa, orada iroda degan narsa bor ekan. Tasavvur qilinglar, bitta uy, eshigidan kirganinglar, eshikni, ko'chadan uyga kiradigan eshikni biz motivatsiya deb nomlasak, koridorni biz intizom deb nomlasak va oxirgi uyga, o'sha oxirgi koridor oxirida bitta uy bor va o'sha uyga biz natija qilib oladigan bo'lsak, mana shu koridorni intizom dedik va o'sha koridorda yana bitta to'siqcha bor. Tasavvur qilinglar, to'siqmi, pardami, nimadir bor, xullas, o'sha pardani biz iroda deb aytamiz. Iroda nima? Bu kitobda, mana bu kitobda bitta misol keltirilgan. Biz ko'p narsa xohlaymiz, to'g'rimi? İçimizden o'ylaymiz, o'tirib, uni xohlayman, buni xohlayman, Gollivudga xohlayman, Dubayga borishni xohlayman, bunaqa o'yin bo'lishini xohlayman, ko'p narsa xohlaymiz. Lekin hammasini ham ishga tushira olmaymiz. Hammasini ham mana bu aktivatsiya qila olmaymiz miyamizda. Lekin qaysilaridir qilamiz. Qaysilarigaki kuchimiz yetsa. Va o'sha agarda aytyapti, bitta olim aytgan, bu yoqda hozir esimda yo'qkim, agarda sizga kimdir aytsa, sen nimadir xohlasang, keyin unga erishasan. Gaplar chiqib ketdi-ku, bunaqa o'yla, unaqa o'yla, o'ylasang bo'ladi, u bu, to'g'ri bu narsa bir tomondan. No, lekin 100% to'g'ri emas. Bunga harakat kerak, конечно. Aytyaptiki, agarda o'ylash bilan bitsa, u hech qachon bo'lmaydi, chunki biz juda ham ko'p narsani o'ylaymiz, juda ham ko'p narsani orzu qilamiz va ba'zi birlariga harakat qilamiz va shu harakatimizga undaydigan narsa bu iroda. Bu iroda bizning miyamiz ichida yashaydigan bitta neyron deylik va bu irodamiz bizning nafsimizni yengadi, bizning harakatga undaydi. Uni ishi juda ham ko'p, ishoninglar, miyadan ham ko'p ishi. Men bu kitobni o'qib bechara irodamga men rahmim kelib ketdi. Nafsimizni yengish ham, o'zim misol uchun nafs deganda kichkina bitta misol qilib aytdik, kichkinagina narsa yoki ertalab tura olish. Mazza qilib, issiqqina, misol uchun sovuq kunlarda ko'rpaga o'ranib, mazza qilib yotganingiz o'zida siz harakatga undab, sen buni qilishing kerak, buni qilishing kerak deb turib, sizni o'rningizdan turg'izadigan narsa sizni miyangiz emas, sizni irodangiz. Nafsingizni yeb, nafsingizga shapalo tortib, siz o'rningizdan turg'izib, keyin o'sha vannaga borib yuzingizni yuvishingizgacha olib boradigan odam emas. O'sha narsa iroda sizni o'sha narsaga undaydi va bu kichkina misol. Любой narsaga, любой qanaqadir qiyin ishga sizni majburlaydigan narsa bu iroda. Siz irodangizni ishlatish orqali intizomni qurasiz va intizomli bo'lish orqali natijaga erishasiz. Va bu yoqda motivatsiya shunchaki boshda qolib ketyapti. Ishonavering. Hozirgi oxirgi ma'lumot mana bu kitobdan olingan edi. Boshda aytganimdek, to'g'risi yarimgacha shunaqa bir zo'r narsalar, insightlar bo'ldi. Bu kitobdan menga hali bilmayman, darsh oxirigacha o'qisam qanaqa bo'ladi. Menimcha oxirigacha o'qigunimcha uni ichidan bir 4 ta 5 ta video olsam kerak sizlarga. Yana ham bilmadim.
Bu bizda ikkinchi solo podkastimiz bo'lgan edi YouTube kanalimizda. Oldingi safar aytganman, bu safar ham aytaman. Mabodo endi ko'rmagan bo'lsanglar, kirib ko'ringlar. U video ham juda ham qiziq bo'lgan. Agar shu narsani bilganimda, men bolalikdagi orzularimga erishgan bo'lardim. Ulardan voz kechish o'rniga degan mavzuda video olganman. Unisida ham aytganman, hozir ham aytaman, bu hammasi, ya'ni solo podkastlar Barno Mukimovga havas qilgan holda olyapman. Menga haterlik kerak emas, sen o'yinni o'g'irlabsan, boshqa qilsan. Men realni aytaman, ularga havas qilganim uchun, ularga o'xshashga harakat qilganim uchun sekin-sekin boshladim. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etinglar va obuna bo'lib, like bosib, komment yozish esdan chiqmasin. Bu men uchun katta motivatsiya. Xayr.